jarayoni tugadi. Assalomu alaykum hammaga. Hozir babketga moy almashtirish jarayonini qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. S175 moyni to'kib oldik. Tagida mana bu shlangi bor. 12 Temir litr purkagich bilan yechiladi. 10 litr. Moy filtrni yechamiz. Yechib oldik. Atrofini endi yaxshilab artib tozalaymiz. Undan keyin yangi filtrni ochib, atrofidagi rezinka salnigiga moy surtib olamiz. Aylanasiga. So'ng joyiga qatiramiz qo'l bilan. Kulich shart emas, qo'l bilan mahkam qilib qatirib qo'ysa turaveradi. Undan keyin yechish ancha qiyin bo'ldi. Kulich bilan urindik. Yechish jarayoni juda qiyin bo'ldi. Qatib ketgan ekan o'zi. Bambaylab qilib ko'rdik. Solyarichni filtrni ichiga to'ldirib solarka quyib olamiz. Mana bu. Kachat qilib to'ldirib, filtrni to'ldirib olsak, keyin havo qo'ygandan keyin havo tortib qolmaydi, yaxshi yuradi. To'ldirdingmi? Ha. Bundan chiqish kerak. Ha. Bundan qo'shib kerak. Endi moyni qo'yamiz 10 litr. Pastidan tushguncha qo'yamiz, ichi oqizib, eskilari chiqib ketadi. Mana